Xotin kelar, tirs. Yurak qilar jiz. Puldan cho'zing, dirs. Ering aytar qis. Shundoq romantichniy pul so'rashi ham uvol qildi. Ha? Endi umrimiz qisish bilan o'tib ketar ekanda. Ha, endi xalqimiz orasida qisgan boy bo'ladi degan gap bor xotinjon. Unda nimaga men boy bo'lmayapman? Endi xotinjon, sen yaxshi qisa olmayapsan-da. Buni muntazam qisib yurish kerak. Bo'ldi-ye. Menga qarang siz. Kechadan beri bitta gap aytaman deyman, esimdan chiqib ketadi. Nimaga bir haftadan beri telefoningizga kira olmayapman? Telefonimni ochib kirish uchun meni pansha ham kerak. Yurak urishim kerak. Ko'z nurim kerak. 78 ta meni tilimdan chiqqan so'z kerak. Demak, sizni basharangiz bilan xunukgina ovozingiz kerak ekanda. Shunda sizni telefoningizni ochsam nima bo'ladi? Ko'p narsalar rasvo bo'ladi. Shunda telefoningizni ochsam yana janjal bo'ladimi? Ne to'lka janjal, vayna bo'ladi. Yo'q-e. Telefonim ochilsa borku, biz bitta janjal bilan qutulmaymiz. Mahallada bir 4-5 ta oilani parokanda qilib ketamiz. Shunaqami? Mayli. Bu yoqqa keling. O'zingni sotin, o'zingni bos. Bu yoqqa keling. Hozir basharangizni tashlayman. Yo'q, tashlayman. Bu yoqqa keling dedi. Hazillashmang siz. Bu yoqqa keling dedi. Bu yoqqa keling. To'g'risini ayting. Telefoningizda nima bor? Xotin top-toza deyman-ku, kristalli toza telefon. Qanaqa bo'ladi? Endi bir hazillashdim-da. Ha, kelin. Ha, o'g'lim, nima gap? Hozircha tinchlik. Ha, tinchligi? Tirigimi sanish qilib, ovozing chalamurdan ovoziga o'xshab chiqdi. Biroz tirikman. Demak tirikman, aniq tirikman. Kelin, erkak kishining telefonini titish noiymondandir. Iymoni sust. Bolalarim, sizlarga baxtli bo'lish sirini aytaymi? Mazza qilib yashaysizlar, kayf qilib yashaysizlar. Ha? Ayting. Endi bolalarim, men ham onaman, sizlarni o'ylayman. Bir marta ko'rsataman, eslab qolinglar. Ha, ko'rsating oysha? Ko'rsating. Hozir ko'rsataman. Bu baxtning kaliti. O'g'lim, mana bunisi senga. Kelinjon, mana bunisi sizga. Ha? Oyi, baxtni sal juplab qo'ydingiz-da. Ha, juplab juft bo'lib yashaylar. Ha, aytgancha, buni yo'qotmanglar, ha? So'rasanglar yana bor, beraman. Menga qarang, juplash nima degani? Ko'zingni qis deganim. А есть подарим бургам фонтанчик с черным Dadasi, issiqqina choy damladim. Bobolarimiz aytishgan, bitta yaxshilab terlasang, kuni bo'yi yaqakkina bo'lib yurasan deyishgan. Ko'chada 60 gradus issiq. To'ttimgacha terlab yotibman. Bu issiq choy olib keldi. Mazza. Bitta zo'r gap bor-da. Xullas, Lazi psixolog kanalimga boru zo'r soqqali yo'nalish topdim. Boshqalarni bilmadim-u, lekin sana kanaling juda podozrительный-da. Nimaga? Sen bergan maslahatlaringga hech e'tibor berganmisan? Nimagadir u teskari ishlayapti. Kommentni hech o'qiysan? 99% qarg'ish, 1% pozitiv. O'sha 1% menga motivatsiya beradi. Motivatsiyangga sani. O'zi 100% qarg'ish. O'lsin. Ko'ngli o'ksmasin deb 1% qo'shib aytdim. Ha, mayli. Nima demoqchi eding? Chotki bitta soqqali ta'rif topdim. Sen topgan ta'riflar doim odamlarga minus olib kelgan. Balkim plus haqida ham o'ylash vaqti kelgandir. Bunisi bor-ku, eksklyuziv, faqat to'lka plusga ishlaydi. Menda bor-ku, birdan savol tug'ildi. Plus bilan minus farqiga borasan, ha? Qara, bu Ta'rifim 4 ta bo'limdan iborat. Birinchisi, mana odamlar menga dardini aytadi-ku, dardini to'lib toshib aytadi, varoq bo'lib ketadi. O'shalarni men eshitib berishimni 100 ming qilib qo'ydim. Qali. Bu dardini eshitaman deb ustiga 100 ming qo'shib, dardiga dard qo'shib qo'ymayapsanmi? Mana men boya shunchaki dardini eshitishim 100 ming dedim. Lekin dardini eshitib birga qo'shilib siqilishim 200 ming. Dardni dvoynoy qilar ekansan-da. Uchinchisi, uni dardini eshitib, birga siqilib, qo'shilib yig'lashim 300 ming. Bu 300 mingdan keyin uni dardiga yana bitta dard bo'lib qo'shilmayapsanmi? To'rtinchisi, yig'lash Pro Max. Sochlarimni yoyib, uvillab, dod solib, chirillab yig'lab beraman.
buni senda 400 ming. Gaplaringda vijdon, insof, iymon degan narsalar bor-a, samimiy qilingan a? Izzati 4-chisichi bonusi bor. Bonusiga o'ziga qo'shilib dushmanlarini shunaqa yomonlayman bor-ku, urug' aymog'i ham qarindoshlar. O'ylavering kelin. Oyijon, Hammasini eshitdim. Uyatda kelin. O'zim sizni tanlab kelin qilgandim. oyijon, aytmoqchi edim. Voy kelin, odam emas ekansiz. Odamni sharmanda qildingiz-ku. Oyijon, men haligi O'ylay agar kelin, siz ko'rib ko'rmagansiz-da. Shunday zo'r soqol ish topsiz-ku. Bir og'iz oyijoningizga aytmabsiz-da. oyijon, do'lingizni olib qo'yganman. Drujba, slujba. Ana bunisi boshqada kelin. Qani yuring, choy ustida daskanalni gaplashamiz. Yuring oyijon. Hozirgina insof bilan vijdon ajrashib ketishdi-da. O xotin, menga qara, bugundan boshlab uyda men xo'jayman. Mana aytganim aytgan, deganim bo'ladi. Ana ovqatlarni ham o'zing pishirasan, kirlaringni ham o'zing yuvasan. Tushunarlimi? Bugundan boshlab menga ovozingni vobshe ko'tarma. Tushundingmi? Ko'tarmadimi? Yo'q. A shuncha gap kimga gapirding? Repetitsiya qilyapti. Lanch, du. Men senga 5 marta o'rgatdim-a? Xotin mashina ushiysan, xotin deysan. Men bu erkagiman deysan. Aytganim aytgan, degan bo'ladi deysan. Tushundingmi? Tushundim. Idishingni ham, kirlaringni ham o'zing yuvasan deysan. Aytaman. Shunga deyish qiyinmi? Erkak? Yo'q. Voy, hech bo'lmasa shu yozib olib yodlab aytgin. Bo'l, bor yo'qol ishingni qilgin. Osh bo'yin aralash bir tarsak so'raman, bir hafta qorning og'rib yuradi. O qatta yuribsan, xotining 20 marta telefon qildi. Magazinga chiqdim. Necha oy kutadi? Necha marta telefon qildi deding? 20 marta telefon qildi. Onangda. Oyijon, biz keldik. Voy, jannatim qaynonam, biz keldik. Oyijon. Voy, bolalarim kelishdi. Oyijon. Assalomu alaykum, jannatim qaynonam. Jannatim kuyovim, marhamat. Yaxshi kelibsiz. Qizim xizmatida cho'p qilyaptimi? Xafa qilmayaptimi sizni? Chidasa bo'ladi, jon chidasa bo'ladi. Mayli, bugun o'zim bir gaplashib qo'yaman. Yugurib xizmatingizni qiladi. Oyijonimiz, jannatim qaynonam, qara kelibmiz. Shunda men yetimmanmi? Asrab olgansiz meni? Qani kuyovimga nima oldim? Mana. Voy, oyi, menga ham nimadir olmadingizmi? Chunki seni sarpayni cho'tka qilib qo'yganman. O'shani yuvib kiyasan. Ha. Oyi, nimaga har doim o'shanga sovg'a beraverasiz? Namcha shu arzonda kuyovingizni yaxshi ko'rasiz? Nima, men birovni bolasimanmi? Chunki o'sha arzonda kuyovim meni sendan qutqargan.